Assalomu alaykum Arashan ishqibozlari. Biz mana Qorako'ldamiz, Issiqko'lda. Biz hozir Qutman inimizni qo'rasidamiz. Qutmanim keling. Bu qaysi qo'chqar bu? Turan degan qo'zi qo'chqor. Turan degan qo'zi qo'chqor ekan. Ekitishda 1,5 yosh. Boyu 99, quloq 25, shirina 14. Quloq 25, boyu 99, Shirinasi 14 quloq. Shirinasi 14 ekan qulog'ini. Mashalloh, barakasini bersin. Juda ham yaxshi qo'chqar ekan. Mana hozir tishini ochib ko'ramiz. Qaysi deymi? Bu emesi tüyü var, gigant var taqalib. Gigant? Ekishak. Mashalloh, mana ikkichi ekan. Ko'rindi. Qutmanning barakasini bersin. Mana qo'ylarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Biz Qutmanimizniki kelganmiz, ko'rganmiz. Bu qo'zi qo'chqor juda ham kichkina edi, kelgan. 20 kununda kelgansiz. 20 kunligida keladi. Vaqt qaroy, Barakasini bersin, bundan zo'r qo'zilar tushsin. Xudo xolasa. Hozir ko'rsatamiz qo'ylarni ham. Qo'ylar. Mana qo'ylar. Bu qo'zi sovliqlar. Bu yerda buldozerda nevarasi bor. Yaxshi liniyalardan terilgan. Mana sovliqlari. Qutman, biz kelganda biz so'ragan qo'y qaysi edi? Bol qo'y bo'ldi. Shu qo'yni kelib turib biz $25,000 so'raganmiz. Sotilmaydi degan. Mana va'dasiga muvofiq Qutmanda sotmabdi, o'zi qo'y qilib yuribdi. Barakasini bersin, qo'y juda ham kuchli, yaxshi. Qutman, chorvoyingizga baraka bersin. Rahmat. Sog' bo'lingiz. Assalomu alaykum.